Mana nima uchun surunkadek bosh og'riqlarida yoki umuman bosh og'riqlarida e'tiborli bo'lish kerak. Menga murojaat qilgan bemorda 1 yildan beri bosh og'riq bo'lib yurgan, ko'ziga bergan, luqillab og'rib yurgan, boshini harakat qilganda pastga yo ikkanda og'riq kuchaygan bemor dori ichib yuravergan. Mana oxiri dori ham ta'sir qilmay qo'ygan. Kelganlar biza tekshiruv o'tkazganimda mana frontal soha bo'shlig'ida, burun pazuha bo'shlig'ida yiringlar turibdi. Mana aksial kismada решеточный zonada ham bor, yallig'lanish, gaymer pazuhalarda ham turibdi mana oqarib. И bitta hozir mana sfenoidal bo'shliqda ham bor. Hozir mana sfenoidal bo'shliqda ham yallig'lanishlar bor. Bu nima uchun xavfli bo'ladi? Sababi mana miya bilan mana shu bo'shliqda, burun bo'shlig'idagi bo'shliqda yuqi suyi ajratib turadi. Bu xohlagan vaqti meningoensefalit yoki meningit yo ensefalit berib yuborishi mumkin. Chunki bu suy mashiddagi suyi yemiriladi. Bu holat juda ham ko'p odamda uchraydi. Bosh og'rig'iga bee'tibor bo'lmaydi.